Hey! Odamlar! Suv sotaman! Buxoro ahli! Muzdek suv! Kep qoling! Qadim zamonda ko'hna Buxoro zaminida bir yigit yashagan ekan. U juda kambag'al bo'lib, nechta suv sotib kun ko'rar ekan. Shuning uchun ham uni hamma Meshkop deb atashar ekan. Sen ham chanqadingmi? Hozir. Salom Meshkop. Men juda chanqadim, ammo senga suving uchun to'lashga pulim yo'q. Bir tanga ko'p bo'ldi nima-yu, bir tanga kam bo'ldi nima? Oling bobo, iching. Barakalla. Juda saxiy yigit ekansan. Men senga sehrli xaltacha beraman. Undagi don hech qachon tugamaydi. Sen u bilan butun Buxoroni to'ydirishing mumkin. Ammo bilib qo'y, hech qachon don uchun haq olma. Omon bo'l. Ajabo. Voy! Ajabo! Uni qarang-ya! Ey Buxoro ahli! Ochlikdan sillas qurigan miskinlar! Bug'doydan olinglar! Menga pulinglar kerak emas! Meshkop sayyohning aytganini qilib, xalqqa bug'doyni tekinga ulashibdi. Tez orada Buxoroda birorta ham kambag'al inson qolmabdi. Bug'doyni tekinga tarqatayotgan Meshkop senmisan? Ha janob, men. Unday bo'lsa otimga yem ber. Ye jonivor. Ol. Otingiz juda chiroyli ekan. Meni esa umrimda hatto oddiy eshagim ham bo'lmagan. Chunki sen ahmoqsan. Bug'doyni odamlarga tekinga tarqatib o'tiribsan. Undan ko'ra uni sot. Shunda sen ham bitta ot emas, bir uyur yilqi egasi bo'lasan. Chavandozni gapi to'g'ri. Kambag'allar bilan meni nima ishim bor? Har kim o'zi uchun yashaydi. Bo'ldi. Endi donni tekinga ulashmayman. Shu kundan boshlab Meshkop bug'doyni pullay boshlabdi. U tez kunda boyib ketibdi. Toshdan dag'illatib imorat solibdi. Otlarning asl zotlilari esa faqat unda bor ekan. Meshkop bedana solib pishirilgan palovni xush ko'rar ekan. Assalomu alaykum o'g'lim. Ochlikdan sillam quridi. Bir siqim doningdan ber. Pulini to'la. Bir chaqa ham pulim yo'q. Unda jo'nab qol. Shirin so'zingni ayamaganing uchun ham rahmat. Bo'g'yapti! Yordam bering! Qutqaring! O'lyapman! Xaltacham! Sehrli xaltachadan ayrilgan Meshkop yana Buxoro ko'chalarida yurib, suv sota boshlabdi. Muzdek suv! Suv olinglar. Bir piyolasi bor yo'g'i bir tanga. Horma Meshkop. Juda tashna bo'ldim, ammo pulim yo'q. Hech qissa yo'q, ich birodar. Sening saxiyliging tahsinga loyiq. Mana. Senga sehrli kitob.
Bu yerda barcha kasalliklarga davo bo'ladigan dorini tayyorlash siri yozilgan. U bilan sen odamlarni davola. Unutma, o'zing kabi kambag'allardan hech qachon pul olma. Dolchin bargi. Oh, oltin gugurt. Oh. Voy, voy, buni qarang-a. Ey Buxoro ahli, bemorlaringizni keltiring, bepul davolayman. Meshkop darveshning aytganini qilib, odamlarni tekinga davolay boshlabdi. Senmisan o'sha Meshkop tabib? Ha janob, menman. Xon janoblari og'ir darddan azob chekmoqdalar. Agar davolay olmasang, kallam ketdi deyaver. Ahvolingiz yaxshimi? Yo'qotinglar uni. Agar meni ham pulim bo'lganda edi, men ham obro'li hojalardan bo'lardim. Hech kim meni xor qilishga jur'at eta olmasdi. Bo'ldi. Bugundan boshlab hech kimni tekinga davolamayman. Bu alam Meshkopning ko'zlarini ko'r qilibdi. U darveshning aytgan so'zlarini unutib, odamlarni davolagani uchun haq ola boshlabdi. Bechora bemorlar hisobiga u juda boyib ketibdi. U yana dang'illama saroyda mazza qilib yashay boshlabdi. Ulug' tabib, ulug' Meshkop, bolamning ahvoli og'ir. Doringizdan bir qoshiq bering, yolvoraman. Puling bormi? Yo'q, nochormiz. Xudo xayringizni bersin. Unda yo'lingdan qol. Xudodan so'ra, shifo beradi. Shunaqami? Yaxshi qoling bo'lmasa. Iya? Voy! Voy, voy yuragim! Voy yuragim! Yordam beringlar! Yordam ber! Meni dorim, shifo baxsh. Voy! Kitob! Meni kitobim! Meni kitob! Hey, Buxoro ahli, suv sotaman. Muzdakkina buloqning suvi. Olinglar, bor yo'g'i 1 tanga. Suv ichasizmi, amaki? Ichaman, ammo pulim yo'q. Axir puldan ham qadrliroq narsalar bor-ku dunyoda. Oling, iching.